Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. Navbatdagi 6-video darsimizni boshlaymiz. Video darsni boshlashdan oldingi video darslarimizda yo'l qo'yilgan ba'zi va xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelganicha o'tkazadigan video darslarimіздagi ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Sonning darajasi kvadrati va kubi. Sonning darajasi bu qanday amal? Sonning darajasi bir nechta bir xil ko'paytuvchilarni ko'paytmasini qisqa shaklda yozish bu sonning darajasi deyiladi. Ya'ni a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a va hokazo ko'paytirilgan a ni enta ko'paytuvchi, endi bir xil ko'paytuvchi bo'ladigan bo'lsa, u holda a ning n'inchi darajasi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Demak, bu yerda a darajaning asosi deyiladi, n esa darajaning ko'rsatkichi, ya'ni a ni necha marta o'z-o'ziga ko'paytirish kerakligini bildiruvchi natural son hisoblanadi. Misol tariqasida quyidagi misollardan foydalanamiz. Demak, 3 ning 2-darajasi deganda biz 3 ni o'z-o'ziga 2 marta ko'paytirishni tushunamiz. Ko'paytma 9 ga teng. O'quvchilarning xatolashadigan joyi ko'pincha quyidagicha bo'ladi. Demak, 3 ning 2-darajasini ba'zi o'quvchilarimiz 3 ko'paytirib 2 tarzida qabul qilib 6 deyishadi. Bu esa noto'g'ri. Endi 2-daraja, sonning 2-darajasi sonning kvadrati deyiladi. Sonning 3-darajasi esa 4 ko'paytirib 4 ko'paytirib 4 64 bo'ladigan bo'lsa, sonning 3-darajasi esa sonning kubi deyiladi. Endi darajalarga taalluqli quyidagi amallarni ko'ramiz. Demak, quyidagi misollarga e'tiboringizni qarataman. 2 ni 5-darajasi bo'lingan 16 ko'paytirilgan 5. Demak, biz bajaradigan oldingi darslarimizga tanishgan 4 ta amal bor edi. U amallar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishdan iborat. Va biz o'sha paytda aytganimizdek, 5-amal bu darajaga ko'tarish hisoblanadi. Demak, bu amal 4 ta amaldan oldin bajariladi. Ya'ni oldin 2 ni 5-darajaga ko'taramiz. Bu degani 2 ni 5 marta o'z-o'ziga ko'paytiramiz. Natijada 32 bo'ladi. Natijani 16 ga bo'lib 5 ga ko'paytiramiz. Oldingi darslarimizda aytganimizdek, oldin bo'lish kelganligi uchun bo'lishni bajaramiz, keyin ko'paytiramiz. Natija 10 ga teng bo'ladi. Endi 3 ni 4-darajasi bo'lganda, demak 3 ni o'z-o'ziga 4 marta ko'paytiramiz. 81 ga teng. Natijaga 5 ni ko'paytirib 105 ni ayiramiz. Demak, oldin darajaga oshirishni bajardik, endi ko'paytmani bajarsak 405. Undan 105 ni olsak, natija 300 ga teng bo'ladi. 3-misolimizda 5 ning 2-darajasi 5 ni kvadrati. 5 ga 5 ni ko'paytirsak 25. 5 ga bo'lib 4 ga ko'paytiramiz. Demak, bu yerda oldin bo'lish amali bajariladi. Keyin ko'paytirish amali 20 ga 11 ni qo'shsak 31 ga teng bo'ladi. Yoki a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan b ko'paytirilgan b ko'paytirilgan b ni daraja shaklida yozish kerak bo'lsa, a dan demak 3 ta bo'lgani uchun a ning kubi, b dan 4 ta bo'lganligi uchun b ning 4-darajasi. Demak, bu yerda 7 ta ko'paytuvchidan 3 tasi a ga teng, 4 tasi b ga teng. Shuning uchun a ning 3-darajasi va ko'paytirilgan b ning 4-darajasi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Yoki a plus b ko'paytirilgan a plus b ko'paytirilgan a plus b ko'paytma bo'ladigan bo'lsa, u holda uni a plus b ning 3-darajasi holatida yozishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.